Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun o'qiydiganimiz dangliq yozuvchi Zo'rdin Sabirning Kechkuz nomli povesti. Kurash qahramoni Nadirov Zihrullamga hurmat bilan beg'ishlayman. Avtor. Biz 1944-yil kechkuzda inqilob boshlab 1945-yil kuzda Manas daryosi bo'yiga ketdimiz. Bu chaqda dunyoda miltiq ovozi o'shgan 2 dunyo urushi oxirlashgan ekan. 1945-yili Yalta yig'inida Stalin, Roosevelt, Churchill bizning taqdirimizni belgilab bo'lgan ekan. Kechkuzdan. Urush qahramoni Zihrullam Nadirov. Zihrullam Nadirov kurash qahramoni. U Ili viloyati G'ulji noyisining qishloqdam yezisida Namrat ayilda tug'ilgan. 1946-yili 3 viloyat inqilobiga qatnashib, Jingni ozod qilish urushida xizmat ko'rsatgan. Azodlikdan keyin butun armiya bo'yicha mamlakatlik qahramonlar uchrashish yig'inida Nadirov Zihrullamga mamlakatlik kurash qahramoni degan sharaflik nom berilgan. 1 qism. Ko'ngilsiz kechkuz. Ajoyib kunlar o'tib ketdi. U kunlar xosiyatlik tushga, unutilmas to'yga o'xshaydi. Yerim kechida yotsangmi, atini qachon ko'rarman deb intizor bo'latdingda, uyqung qachadi. U kunlarda ko'ngling suzuk osmondek pokiza edi. Shuning uchun g'ashlik, g'am-g'ussa sana yot edi. Mana shunday kunlar o'tib ketdi. U kunlarda chapqan ketman, etqan naqsha, qilishqan chaqchaqmi, xuddi yaxshi g'izodek tetimliq edi. O'tgan kunlarning xotiralari seni shodlantirsa, sen baxtlik. Aksicha, u xotirlar seni xafa qilsimi, u chaqda sen mangu o'kinguchi, pushaymon qilguchi odam bo'lib qolsanda, o'tgan kunlarning ko'ngilda qoldirgan dog'larini kelgusining hech qanday xushallig'i va to'kpisi bilan yuvitolmaysan. Chunki o'tgan kunlar sening yoshlig'ingga taalluq, hayotingning tang go'zal chog'lari ham o'tgan kunlarga mansub. U barliq dard alamlik odamlarga o'xshash yoshlig'ingni aslash bilan o'z ko'nglini ovundirdi, o'ziga tasalli berdi. O'tgan kunlar qayta kelmaydi. Uni takrorlaqli bo'lmaydi, lekin asligili bo'ladi. Sen aslashga huquqliq. Chunki u sening o'tmishing. O'tgan kunlar to'limi lazzatlik, to'limi sherin. Uning yoshlig'i, jo'shqin chog'larimi shu yillar bilan billa o'tib ketdi. Hozir uningga kechkuzning to'xtamay yig'iyotgan qor aralash yomg'irlari bilan ko'ngilsiz patqoqqa aylangan yalang'och etizlar, ho'llikdan cherishga boshlagan seriq yaproqlar bilan qoplangan o'stang eriq bo'ylari hamroh. Bu bir tabiatning ko'ngilsiz mazgili bilan yomon xiyollarning teximi upirishi aralashgan, shuning uchun kishini bezor qiladigan to'limi nachar ko'ngilsiz kunlar. Bu nachar kunlar o'tib ketib, yana ko'ngillik bahor, yoz boshlanarmi ha? Nadirov maqsadsiz etiz araladi. Yo'l bilan etiz qiri o'xshashli patqoq bo'lg'ashqa, u yo'l tanlab o'ltirmadi. Uzun qo'nchilik rezinga oyog'i patqoqqa milandi. Uning mushu 60-yillarning modasi hisoblangan bir so'mlik maysirang shapkisi yumshab, salpiyib, yomg'ir suvi bilan erigan tarq etishmisidan sho'rliq, qansiq suyuqlikqa aylandi-da, bu suyuqlik uning qo'riqlar giralashgan uzun bo'yni bilan peshonasidan eqib o'tib, ko'ksiga, eg'iz burniga tinimsiz kirmoqda. Lekin u bulardan parvosiz. U nega ketib borganini o'zimi bilmaydi. Uning ko'ziga yalang'ochlangan dala, shumshaygan o't-cho'p, qaramtul patqoq dengiziga aylangan. Cho'rsi ihatilangan kuzgi bug'doy etizlari ko'rinmaydi. U umrining to'lisini mushundaq dalalarda qo'y biqib, qo'sh haydab, jang qilib o'tkazgachga, dalalar xuddi uning
öz bədənidək dala onunğa yenici hissiyat və hayacan payda qılalmaydı. U ahiri quyuq teraklar arasındakı çıdır-çılap yepilgan qatar öylər aldığı kelib toxtadı da, beşidin şəpkisini elib yoğan, uzun pəncilik qolları bilan sıxdı. Şəpkidin seriq zərdabdak su quyuldu. O patqaqlıq yerге quyuluvatqan seriq suğu qardı da, beşini gıldınşitib ələm bilan küldü. Tər, yaş, qan, həmmisi töküldü. Əmdi zərdab tökülməkdə. Ha ha ha. Nadirov yana nimalarni o'yladikin, yoshlig'ing nalarda qoldi. Boy to'qaydimi yoki o'rmonbog' yanxisaydimi? Endi qeriysan, buvay emas, qeri 40dan halqiganda odam qiron bo'ladi. Lekin sen qiron emas, qeri bakoloshka nadisan? Nima yonda turmay dumbamga chiqib olding? Senmi menay debsan-da meni? O kimningdir ismi uyulgan suvadan terakka yo'landida, kun petish tarafga qarab, baklashkisini egiz ko'tarib, yana o'z-o'ziga so'zildi. Ketganlarning salomatchiligi, qolganlarning amonchiligi, o'lganlarning baxt saodati uchun ishdim amsa. O 1 kilo haroq qachlangan baklashqa cho'ltoqlab qapti. Yana mushundaq 2 qitim o'ngtirilsa, o quruqdilanadi. Lekin Nadirov sagak, timan, yo'l mangsimi, gap qilsimi chanmaydi. Uning egiz, qatmal gavdisi, mazmut oyoqlari texi yanala burunqidek. Dasigan yerida yo'g'on oyoqlarining o'chmas izi qoladi-da, bu izlar xuddi toshqa uyulgandek mangu o'chmaydigan ko'rinadi. U o'zining o'tgan kunlarini aslab, yana mangmoqchi bo'lib, baklashkisini ko'tardi. Baklashkisini birsi qo'lidan tortib oldi. U kayniga burilib o'rnidan turdi va baklashkisini tortib olgan kishiga putlarini juplab harbiychi salom berdi. Salom. Salom, yo'ldosh polkovnik. Jangchi Nadirov xizmatingizga tayyor. Rahat. Polkovnik pakar, kang ko'krak, kang peshona, kang yuzlik charbash odam Nadirovga qarab, qapig'ini turib, qo'llarini tushirib tik turadi. U 4 yanchuqliq oqirib ketgan harbiychi chapini sirtidan tasma poti bog'langan galapi ishdan pushqiqi kalash qaplangan o'tkining qo'njida beshidagi kang qasqonliq ofitsercha prashkisimi udul kiyilgan, tugmalari to'liq etilgan. U jiddiy vazifa topshirish oldidagi yosh komandardek rasm qoidasi bo'yicha turadi. U ikki chekisidagi quyuq chashlarda uning 50dan halqigan tamkin odam ekanligidan derak beradi. Sen kim? Kurash qahramoni Nadirovsan. Qara turqingni, nomus qil Nadirov. Nemishqa bir kun haroq ichib lag'aylab yurding? Baklashkini tashla, jangchi Nadirov. Nadirov putlarini juplab chas berdi. Xo'p, yo'ldosh polkovnik. U baklashkisini Nadirovning bo'ynidan oldida yiroqqa otdi. Lekin yo'ldosh polkovnik, bo'ldi, izohat bermayli qo'y. Meni oilam bilan tarimga bo'z yer o'zlashtirishga buyrug'ini sening chet elga ketgan mayli qashqandayli kona harbiylarni uzitib ziyofat berganligingni siyosiy xatolik deb qarg'anligi yuqorining xatoligi demoqchi-g'usan. Xuddi shundoq yo'ldosh polkovnik. Bu belgilamalarga norozi, shuning uchun xafa ishting, shundaqmi? Shundaq yo'ldosh polkovnik. Bu bir urush qahramonining nomiga loyiq ish emas. Bilamsan, biz kakar pagonlari yo'q, harbiyning buyruqqa bo'ysunish majburiyati bor. Men yuk taqamni tengib tayyor bo'lib bo'ldim. Atila buyruqqa binoan bola chaqam bilan tarimga qarab yo'lga chiqaman. Lekin yo'ldosh polkovnik, bu bir jazo. Biz jazolang'idak gunoh qilmadik. Qon to'kib, jang qilib, o'z yurtimizni Gomindangdan surib chiqarib, xalqimizni zulmdan qutqizdik. Buni gunoh deydigan bo'lsa, bo'ldi qil, jangchi Nadirov. Bu qitim polkovnikning ovozi titrab chiqdi. Tishlari g'uchirladi.
ah sancıgan qoyuq çeki çaşları örpeydi. Biz nimishga xatolikqa qarshi kurash qilolmaymiz, yo'ldosh polkovnik. Partiya, vatan, xalq o'zimizning. Birsimiz o'gay bo'lib qolsak, bu durust bo'lmag'ini yo'ldosh polkovnik. Nadirov, Sixrullah, Nadirov, nimalarni davatsan? Rast gapni qilyapman. Biz o'milab, beg'irlab, potay partiltish, yomg'irdak o'qqa qarshi atakaga o'tish uchun jang qildikmi? Nimishqa Pingdoxay, Jodi, Mavjushiga arz qilmaymiz. Nadirov, to'li vaqirma. Fikring bo'lsa, ati maydon partikomi shu yerda. Nadirov polkovnikning ko'zlaridan yeniyotgan o'tni ko'rdi. U darhol yerga qaradi. Nadirov o'ylagan ishlarni polkovnik o'ylamasmi? Nadirov polkovnikni biladi. Polkovnik qayerda qandoq gap qilishni yaxshi biladi. U zodila salmoqlab ko'rmayla gap qilmaydi. U untinsiz qabul qilgan qarorni Nadirov nimishqa qabul qila olmadi? Polkovnik uzundan beri Nadirovga tonish. U hargizmi hech qachon o'z hissiyotini o'ng'ayla oshkorlagan emas. U bir chaqlarda oddiy jangchi edi. U chaqda uning ismi Ahmad edi. Lekin ular partizanlikdan 1945-yil 4-oyda muntazam harbiy bo'lib, harbiychi kiyim kiyganda Ahmadning nomi Ibrohimov bo'lib o'zgardi. Shu yili Zixrullah Nadirov oddiy jangchi kiyimida to'liq qurollanib, jing shixolarni ozod qilish uchun piyoda safarga chiqqanda Ibrohimov ularning rota komandiri edi. Ular Ulastayda tog' ichida bir quram tosh ustida tonishqandila Ahmad Ibrohim ismli bu dehqon o'g'li kamso'z, eg'ir besiq, tamkin edi. U chaqlarda Zixrullam qandaq edi? Hozirqidek haroqkash, gepi cho'ngmidi yoki gepi oz, mo'ngluq, yuvosh yigitmidi? Shundaq. U bala vaqtlarda kun bo'yi gap qilmaydigan, ba'zida xiyolchan, mo'ngluq, lekin tinimsiz sho'q, qaram edi. Ularning uyi yor beshida edi. Kichikkina so'qma tamliq qo'ylisidan chiqsila tashliq yezi yo'li. Yo'lning u tarpi yantu shexilliq yer. Yer ostida suzuk buloqlar, majnun tallar, jigdilar, bo'ljurganlar bilan to'lgan jangalliq o'rmon, jangal ichi kengligi 2-3 metr cho'nqurligi ham shunchalik, ba'zi joylari cho'nqur, bundaq qaynamlarni u yerliklar gum deydi. Keladigan asta oqadigan qor suv bor edi. Chat cho'risi qo'yuq, qumushliq bu o'stangda qir chabiliq shunchalik ko'p ediki, suning tegi ko'rinmay qoladi. Lekin bu yerliklar beliq tutishga odatlanmagan. Bir yilda bir qitim beliq yemak vojib degan qoida bo'yicha arlab beliq tutib yeyishadi. Bu jangalda qirg'ovulmi shunchalik ko'p ediki, Zixrullam o'rmonda xuddi o'ylisidagi to'qillardek ziriqliqlarda danlab top yurgan qirg'ovullarni kun bo'yi qo'g'lab o'ynaydi. U o'zining balaliq chog'larini shu yer Qarsu jangallarda yılan kirpilar bilan elishib, tek yağlarga yamishib, cho'nqur sularda cho'milib, o'zini sinab, tavlab o'tkizdi. Bu xil tabiat uni qo'rqimsiz, g'ayratlik qilib o'stirdi. U 10 yoshga kirmayla mahallaning padikalasini haydab, bu sazliqning nerisidagi Eli daryosiga berib, do'lqinliq daryoda o'zini sinashga boshladi. U avval padikalini daryoning bir tarmog'idan uzgun bilan uzdirib, nerqi qatqa o'tkazishni o'rgandi. Cho'ng iqim bilan tarmoq iqim o'tirsidagi quyuq o'rmonlikni bu yerliklar Aral deyishidi. O'g'ri yotqu bu yerdagi eng cho'ng Aral. Bu Aralda qeyri tal, tog' teriki, o'rik, qiyin qatarliq daraxtlar, bo'ljurgan qarqat, jigda, siriq qatarliq meyveler, keklik, bödüne, toşqan, kiyik, yavu tunguz qatarliq qushlar bilan yavoyi hayvonlar to'la. Zixrullam do'lqinlanib, shaqirab qirg'oqlarni
yerib aqıdığan daryoga kalalarni baxuduk haydab, kalalar bilan billa o'zimi uzatdi. U ikki kalaning quyrug'ini tutib olib, daryoning o'ttirsida huzurlanib, qaqaqlab kulatdi. Qiqas silib vaqiraydi. 10 yaş balının bu qaramlıqıdan qırğaqdaki çoğlarının yürüki su bulatdi. Lekin Zikrullam qo'rqish, o'lish deganni xiyoliga keltirib qo'ymaydi. Eli daryosi o'z vodisida tug'ilgan kapsiz balini do'lqinlarda tavlab 13 yoshga kirgizdi. Her yili Qamariya 5 ayning 5 kundan 10 kungacha bu daryo bo'yidagi qum barxanlari neçə minglığan adamlarning vang cho'ngi bilan avatlashib ketadi. Bu chaqda bütün ili vadisi, G'ulji shahar, G'ulji noya, To'qqistal, Chapchal da yashig'uchi dehqonlar bu yerga yig'ilib qum arshang saylisiga o'tkazadi. Bo'rdan qolgan oshxonalar, do'konlar, uylar, o'yinxonalar va bu xonalardan tuzilgan agri-bugri ko'chalar odamlar bilan to'ladi. Pulpazlik, maishat, o'yin kulka, qimiz, sayla, darvozchilik, chilishish, qumga ko'milish, o'yinning, g'izoning, ovqat va odamning har qanday bu yerdan tepiladi. Zikrullam mana mush chaqda o'zini sinaydigan yaxshi fursatga erishadi. U kötek harvalarını tiklab, chat cho'risini to'sab yasib olgan dehqon uylarda qo'rsqini atgan choy bilan to'yg'izib, bu yerning ayollari balalarga choy berishga to'limi amroq. U shiqcha qum kechib, ko'cha aralaydida, o'zi dematlik matodan ishton ko'nglak kiyishgan yalangoyoq yezi balalarni ko'rsila, chilishamsan deb oldini turaydi. Putig'i sandal uçsuğa kök siyambodun gimnasturka shim kiygan shahar balalarını ko'rsa, so'qishamsan deydi. Qarshi tarafning ha yoqlarini kutmayla, u qo'l saladi. Yezi balalarını yampashqa elib yoki qo'l qayrish, ta'tir chirmoq bilan qumga yiqitadi-da, chilish parvollarini do'rab, beshidan atlab o'tib qochadi. Shahar balalarını bo'lsa, o'ng so'l qo'l bilan mush etib yoki bosh bilan urib tizlab yiqitadi. Ağzı burnini qanatadi. Qarshi taraf 5-6 yoki 10 dak bola bo'lib qo'g'ilsa, u shundaq tez qochadiki, hech qanday piyoda odam uni qo'g'lab tutolmaydi. Ba'zida uning zarbisiga uchirg'uchining ota-onasi org'a kiradi. Cho'nglar uni qo'g'lab tutilishga oz qolganda, u yugurib ketib, kir mata ko'nglikini silib tashlaydi-da, uning beliqdek siliq badani qo'g'lug'uchi odamning qo'liga chiqmaydi. Shuning bilan u har qanday qo'ldan o'ng'ayli bo'shinib oladi-da, daryoga o'zini atadi. Qo'g'lug'uchilar daryo bo'yiga kelganda, u daryoning o'ttirsida o'ngda yetib, eqib ketayotgan bo'ladi. Qaramliq bilan balo qazo bir tuqqan. Zikrullamning qaramliq bilan beshiga balo qazo tepib olgan vaqtimi mushu qum arshangda bo'ldi. U kuni bir to'p sur kiyimlik, qasqan shapkilik, rimon bog'lab, tapancha esishgan askarlar daryo bo'yidagi talliqda bir nimalarni vaqirishib qarta o'ynamoqda edi. Bir chetda enkida 4 tal saqli bor qo'riq yuzlik chishang birsi arxo chalmoqda. Ko'k tavardan teqimida yiriqi bar uzun ko'nglak kiygan, yuzlari g'alati kirimlangan, ko'zlari kichik va olg'ay bir ayol naqsha etmoqda edi. Zikrullam do'sti İsrail Taz bilan bu ömrüde ko'rmagan chiroylarni qiziqib tomosha qilayotganda, birsi İsrail Tazning yo'g'on sesiq malxini ayolga qartib atdi. İsrail qumoq paqshak beshini qo'llari bilan to'sib, malxay bilan tang tavkaga sakirdi. Askarlar uning malxini tepib dasab, lay to'pig'i melivatdi. İsrail o'zini malxiga etividi, qo'rqib ketgan changchilkash ayol jinining baricha chaqirdi. Askarlar İsrailni tapkili turdi. Zikrullam o'zi bilan billa pada baqadigan do'stining xo'rinishiga chidamadi. U qumni o'chimlab elib askarlarning ko'zlariga uraverdi. Askarlar var-vur qilishib, qurollarga qo'l uzatganicha Zikrullam bilan İsrail daryoning o'ttirsida uzib berib oldi.
Bir askar tapancasini chiqarib Zihrullamga qaratib o'q atdi. O'q suda pish qilib qoldi. Askar ikkinchi qatim qo'rulga ilvidi. Jiran at mingan qora jiyaklik oq kigiz malxay kiygan egiz oq seriq birsi at choptirib kelgan peti askarni qamchi bilan birini urib yiqitdi. Askarlar o'zlarini tuzgicha jiran atliq ulardan ikkisini kiyim qurollari bilanla yerdan yulib ilib daryoga tashladi. Qolganlarini atrofdagi yigitlar urib chaylab daryoga tashladi. Qurollardan ayrilgan askarlar bayqi odam eti bilan daryoga kirib, bir-biridan suvga buruqdin bo'lib, "Ayya, juminga" deb vaqirtib, qaqoqlab kulishdi. Askarlar suvga tushgan chashqonga o'xshab qilishdi. Ular taşlar arasida hushsizlanib, azob bilan yetishganda, otliq odam etini uzdirib, daryoning u qetiga o'tib ketdi. "G'ini o'g'ri, yuriga qopdak yigit jumu." G'ini o'g'ri bo'lmagan bo'lsa, Isroil taz bilan Zihrul beliqqa yem bo'ladi.